Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Etizdeki bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ning beshidan ulindigan shakli. Misol İlipbə ning beshidan ulindigan shakli. Misol dengiz ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol terak ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol qo'sh eriq ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol xuanxi ning ayrim shakli. Misol judu ning oyog'idan ulindigan shakli. Ning ayrim shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. İlipbə harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Dengiz harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Terak harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'sh eriq harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Xuanxi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Judu harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. Iti, ishi, iyi, tishi, tishini, yeshini, beshini. Önkürdeki iyiq çaq.
İyiqchaqning uyi tog' o'nkirda ekan. Bir kuni dadisi Iyiqchaqqa: "Biz daraxt kesib kelib, yog'ochdan uy yasab, shu uyda turayli" debdim. Bahar kelganda ular o'rmonliqqa beribdim. Bu chaqda daraxtlar bix surib chechakligan ekan. Buni ko'rib Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdim. Bu chaqda daraxtlar bik biraqsam bo'lib ketgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda mevlar pishib ketgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga zotli ko'zi qiymabdi. Qish kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda qushlar daraxtlarga chang'i tizgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Ular davomli tog' o'nkirda yashayveribdi. O'rmonliqdagi hayvonlar Iyiqchaqning oilasidagilardan intayin ta'sirlanib, ularga dasta yov gullarni taqdim qilishibdi. Darslarimiz turk tili, ingliz tili, rus tili, german tili, uyg'ur tili grammatikasi, xitoy tili, matematika, bolalar ona tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich saviya, ul saviya, o'rta saviya tarbiyalash muddati